Assalomu alaykum. O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutining Farg'ona mintaqaviy filialida 2025-yil yanvar, fevral, mart oylarida o'tkazilgan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar to'g'risida brifingimizni boshlaymiz. 2025-yilning yanvar-mart oylarida filialda amalga oshirilgan ma'naviy va ma'rifiy sohadagi tadbirlar 2024-2025 o'quv yili ish rejasida belgilangan vazifalar va mas'ul vazirliklardan kelgan ko'rsatma va topshiriqlar asosida amalga oshirilib kelinmoqda. Jumladan, chora-tadbirlar rejasida belgilangan asosiy vazifalardan biri filialda o'quv yilining ikkinchi choragiga belgilangan quyidagi ustuvor yo'nalishlardan kelib chiqqan holda amalga oshirilmoqda. Ular davra suhbatlari, targ'ibot tadbirlari, adabiy badiiy uchrashuv, ommaviy sport tadbirlari o'z ichiga oladi. Ma'naviy axloqiy ishlar samaradorligini oshirishga doir tashkiliy ishlar bo'yicha jami 6 ta tadbir amalga oshirildi. Jumladan, Yangi O'zbekiston armiyasi, mamlakat tayanchi, xalqimiz faxri hamda posbonimiz O'zbekiston mavzularida davra suhbatlari o'tkazildi. Filial talabalari bir qancha tadbirlar bilan birgalikda Qo'qon shahrida joylashgan harbiy qismlarga tashriflarni ham amalga oshirishdi. Jumladan, Qo'qon shahrida joylashgan 420-90 harbiy qismlariga sayohat tashkil etilib, yoshlarimiz o'rtasida vatanparvarlik ruhini yanada ommalashtirish ishlari amalga oshirildi. Mamlakatimizda ma'naviy ma'rifiy sohada qabul qilingan qarorlarning ijrosini ta'minlash va ularning targ'ibotlarini o'tkazish bo'yicha jami 8 ta tadbir. Jumladan, Prezidentimiz tomonidan ma'naviy va ma'rifiy hamda yoshlar siyosati bo'yicha ilgari surilgan g'oyalar va takliflar talabalar o'rtasida keng targ'ib qilinib, ularning mazmun mohiyati bo'yicha keng tushunchalar berib borildi. Shundan kelib chiqqan holda, fevral oyida Qo'qon shahar musiqali drama teatrida G'azal mulkining sultoni, buyuk mutafakkir adib Alisher Navoiy hamda buyuk sarkarda shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur tavallud kuniga bag'ishlangan nazm va navo teatrlashtirilgan konsert tomoshalari tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ilgari surilgan 5 muhim tashabbusning o'tkazilishi bo'yicha 9 ta tadbir o'tkazildi. Jumladan, talabalar o'rtasida sportni ommalashtirish maqsadida o'tkazilgan yugurish bo'yicha viloyat bosqichida filialimizning 3-bosqich musiqali teatr aktyorligi bo'limi talabasi Jahongir Akramov viloyat bosqichida faxrli 1-o'rinni qo'lga kiritdi. Qolaversa, kitobxonlikni keng targ'ib qilish maqsadida fevral oyida Men sevgan kitob loyihasi amalga oshirildi. Loyiha g'oliblari talabalar albatta moddiy va ma'naviy rag'batlantirib borilmoqda. Yoshlar o'rtasida xalqimizning tarixiy merosi, urf-odatlari va milliy tarbiya hamda o'zaro mehr-oqibat muhitini shakllantirishga qaratilgan 8 ta tadbir o'tkazildi. Jumladan, filialda haftaning har juma kuni milliy liboslar kuni deb e'lon qilingan. Talabalarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida talabalarning muzeylarga tashrifi loyihasi doirasida Qo'qon shahridagi muzeylarga tashrif uyushtirildi. Joriy yilning 19 va 20 fevral kunlari filial talabalaridan tashkil topgan ijodiy guruhlar tomonidan milliy qadriyatlar bilan uyg'unlashgan ustozlar izidan va qalbim navolari deb nomlangan konsert dasturlari namoyish etildi. Talabalarni ijtimoiy himoya qilish, ularning ilmiy va o'quv faoliyatidan kelib chiqib, moddiy rag'batlantirish bo'yicha amaliy ishlar ham amalga oshirildi. Jumladan, 2024-yilda o'tkazilgan Yil talabasi tanlovida munosib ishtirok etib, faxrli o'rinlarni egallagan 10 nafar talaba hamda jamoat ishlarida faol iqtidorli talabalarimizdan 13 nafari moddiy rag'batlantirildi. Natijada bu yil 3 nafar talaba prezident hamda nomdor stipendiyalarga sazovor bo'ldilar. Kelgusida, ya'ni mart oyida amalga oshiriladigan bir qancha ishlarimiz ham bor. Jumladan, respublikamiz miqyosida o'tkaziladigan Navro'z umumxalq bayramiga tayyorgarlik ko'rish hamda uni
chiroyli bir saviyada o'tkazish, qolaversa 27-mart xalqaro teatr kuniga juda qizg'in va katta tayyorgarlik ishlari amalga oshirilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.